Uy proyekti menga yoqdi. Agar sizga ham yoqsa, videoni oxirida bitta like bosib qo'ying. Hozir men sizga yuksalishga joylashgan mana shu tayyor xonadonimizni to'liq obzor qilib ko'rsatib beraman. Demak, xonadonimizning manzili yuksalish va endi domdan shuni orqasida domdagilarning ko'zi tushmaydigan yaxshi joyda joylashgan. Bemalol mahallasini ko'rib turibsiz, kottejniy garadok. E'tibor berib qo'yasiz, xonadonimiz naqd hamda ipoteka asosida sotilar ekan. Istagan turingizda gaplashsangiz bo'laveradi. Darvozaxonasiga ham bitta e'tibor berasiz. Beshinchi darvozadan kattaroq qo'yishgan, avtomashina bemalol kirib chiqishini o'ylab. Eshikdan kirganimizda birinchi tashqi fasadlarga ko'rib qo'yasiz. Tashqi fasadlari hammasi bitkazilgan holatda. Xonadonimiz patkiluch, o'zingiz bilan mebellaringizni olib kelasiz, xolos. Darvozaxonadan kirganimizda navesimiz, o'rtada katta zeleniy zona uchun joy qoldirilgan. Shundan kirganingizda mehmonlaringiz qo'lini yuvish alohida rakvina o'rnatib qo'yishgan. Mehmonlar esa to'g'ri mana shu panorama oynasi bor bo'lgan katta mehmonxonamizga kiradi. Ta'mir holatlarini ko'rdingiz o'zingiz. Uning yonida esa ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz, ichida o'zini alohida sanuzel va kichkina koridorchasi bilan birga. Koridorchaga chiroyli prixoshka mebellarni yasattirib bersangiz, kiyimlarni ilib qo'yaverishadi. Navbatdagi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Keng katta qilib ishlangan, ta'mirlari tayyor holatda. Keyingi ko'radigan xonamiz bu oshxona hamda ovqatlanish xonasi. Buni bemalol maza qilib ovqatlanadigan turib foydalanaverasiz, sababi keng hisoblanadi. Kotoldan ham o'rnatilgan uyimiz batarey registrlari yordamida isitiladi. Alohida barbekyu qilib, orqa hovli qilmoqchi bo'lganlarga, yozgi oshxona qilmoqchi bo'lganlarga mana shu joyimizda alohida qism qoldirib ketishgan. Yozgi oshxona qilsangiz bo'ladi, sklad sifatida foydalansizmi? Pastda esa podvalimiz ham bor. Umumiy hojatxonamiz bu yerga joylashgan bo'lsa, so'nggi qismimizda uy daxliz ko'rinishida ikki xona uyimiz, ichida sanuzel bilan birgalikda tayyor ta'mirlari bilan proyekt qilingan. Yana bitta rakvinamizni mana shu yerga joylashtirishibdi. Qisqa qilib aytganda, planirovka top. Menga yoqdi to'g'risi. Endi fikringizni yozib qoldiring. Xonadonimizda kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud. Hujjatlar ham 100% joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, $85,000 barakasiga oz-moz o'tib berishar ekan xolos. Egalarning telefon nomerini videoni pastda qoldirganman. Aloqaga chiqib sotilib ketmasdan mana shu go'zal xonani olishga shoshiling.